Urganch shahrida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, aholi osoyishtaligini ta'minlash maqsadida tungi paytda navbatdagi targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Mazkur tadbir shaharning Gulchilar mahallasida tashkil etildi. Tadbir doirasida tungi xizmatga jalb etilgan xodimlarga tegishli yo'riqnomalar berildi hamda mahalla hududida jamoat tartibini saqlashga qaratilgan amaliy ishlar olib borildi. Asosiy e'tibor kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga qaratildi. Shuningdek, mahalla faollaridan iborat mahalla jamoatchisi guruhi tashkil etildi. Ushbu guruh mahalla raisi va profilaktika inspektori bilan hamkorlikda hududda yuz berishi mumkin bo'lgan noxush holatlarning oldini olish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash borasida faoliyat olib bormoqda. Ular tomonidan aholiga amaliy yordam ko'rsatish va doimiy muloqot o'rnatishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Gulchilar mahallasi aholi zich joylashgan hududlardan biri ekanini inobatga olib, savdo shoxobchalarida o'g'rilik jinoyatlarining oldini olish maqsadida qo'riqlov choralarini kuchaytirish bo'yicha ham targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Ko'p qavatli uylarda o'rnatilgan qo'riqlov tugmalarining ishlash holati tekshirilib, mas'ul xodimlarga tegishli tushuntirishlar berildi. Shu bilan birga tungi vaqtda avtomashinalardan o'g'rilik va boshqa turdagi jinoyatlarning oldini olish yuzasidan ham maqsadli ishlar olib borilmoqda. Ayni paytda bu kabi profilaktik tadbirlar Urganch shahrining barcha mahallalarida keng qamrovda davom ettirilishi ko'zda tutilgan.